Qaramaymiz ko'rilmaganligi uchun. Shuning uchun Robbingga qaramadingmi degani, qilgan ishiga qaramadingmi degan ma'no bu yerda. Agar primo tushunsanglar, Robbingga qaramadingmi deyapti. Kim qara oladi? Muso alayhisalom ko'ra olmagan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoda uyog'iga o'tib ko'ra olmagan. Shu yerda qaramadingmi deganda, Robbingga qaramadingmi deyapti. O'zi aslida qilgan ishiga soyani qanday cho'zib qo'yganligini qaramadingmi deyapti. Xulosa oyatning zohiridan, oyatning tarjimasini o'qib turib, xulosa chiqarishga haqqimiz yo'q. Chunki amintum man fis sama, osmondagi zot degan so'z bilan Alloh osmonda ekan desangiz, mayaqda 7 ta oyatni keltirdik. Alloh taolo nafaqat osmonda, boshqa yerlarda ham ekanligiga dalolat qilyapti bu oyatlar. Biz ozginasini keltirdik, toki malolanib ketmanglar deb. Hali hadislar bor. Haligi joriyaga Alloh qayerda degan savol bor. Bular alohida tema. Biz faqat sizlarga qiyin bo'lib ketmasligi uchun oyatlarda aytyapmiz. Tavil. Tavil nima? Tavil lug'aviy ma'nosi sharhlash, izohlash. Alloh osmonda deyotganda biz aytyapmiz izohlab, tavil qilib, sharhlab, hukmi osmonda deyapmiz. Istilohiy ma'nosi biror so'zni dalil asosida tashqi ma'nosidan boshqa ma'noga ko'chirish. Bir so'zni yoki bir gapni dalil asosida tashqi ma'nosidan boshqa ma'noga ko'chirish. Oshda ko'rinmadingiz? Tashqi ma'nosi u oshda o'tirish kerak ekan, kartoshka, sabzi, no'xat, guruchga o'xshab. Lekin orqasida nima bor? Oshga kelmading, so'g'omorga degani. Qulog'ingizdan kun ko'rinib qopti, yigit. Nima degani? Quyosh chiqib qoptimi qulog'idan? Yo'q. Uylanib, iliklaringiz qaltirab arayib ketibsiz degan. Mana shu tavil, ustidagi ma'no olinmaydi, tagidagi narsa murod qilinadi. O'shuning uchun osmondagi zot deganda biz tavil qilib aytamizki, Alloh taolo zoti bilan osmonda emas. Alloh hukmi osmonda deymiz. Va biz oyatga xilof ish qilayotgan bo'lmaymiz. Va 1200 yildan beri kelayotgan Moturidi ash'ariylar shunday deb tushunadi buni. Osmonda demaydi. Xo'p, Alloh osmonda bo'lsin, faraz qilaylik. Kosmosga chiqdingiz, tasavvur qiling. Qaysi tomon o'shunda osmon, qaysi tomon yer? Qaysi tomon baland, qaysi tomon past? Nusammillaha shay'an la kal ashyai va zatan an jihati sitti xoli. Sirojiddin O'shi Badul Amolida aytadi. Alloh taoloni boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deymiz va 6 ta tarafdan xoli zot deymiz deydi. Alloh o'zini narsa degan. Laysa kamithlihi shay'un. Alloh biror narsaga o'xshamagan narsa. Lekin o'xshamagan narsa va zot deymiz Allohni. Qanaqa zot? 6 ta tarafdan xoli. Osmonga chiqqaningizda qaysi tomon tepa, qaysi tomon past bo'ladi? Topa olasizmi? O'sha u yo'q, u o'lchov yo'q edi. Xulosani tushundinglar, birodarlar. Oyatlarning zohiriga qarab turib, tarjimasiga qarab turib, darrov Allohning osmonda ekan deb xulosaga kelib olmanglar. Chunki sizlarga faqatgina shu narsani kallanglarga olib keladigan oyatlar aytildi xolos. Vaholanki buni muqobilada 2 barobar yoki undan ozroq adadda Alloh taoloning nafaqat osmonda, boshqa joyda ham ekanligiga dalolat qiladigan oyatlar bor zohiri. Muso alayhisalom bilan Fir'avn o'rtasida bo'lgan bahs. Shunda Fir'avn aytdi. Astagfirullah. Va qala Fir'avnu ya Haman ibn li sarhan la'alli ablugha al-asbab. Asbab as-samawati fa attaliya ila ilahi Musa. Fir'avn dedi: "Ey Hamon", o'zini vaziriga aytayapti. "Menga bir baland qasr bino qil. Shoyat sabablarga yetsam, shunaqa baland bo'lsinki osmonga yetsin. Osmonlarning sabablariga yetsam, so'ngra Musoning ilohiga boqsam." Fir'avn nima deyapti? Allohni osmonda deyapti. Mana shu oyatning tafsirida ana shu bir ulug' mufassirlarimizdan, birodarlar, Faxriddin Roziy o'zining Mafatihul G'oyb kitobida shu oyatga tafsir berib aytadiki, Fir'avn Allohni osmondan qidirdi. Bundan bilib olamizki, Allohni xoliqlik sifati bilan sifatlash va uni makon va jihat bilan sifatlamaslik Muso alayhisalomning va boshqa hamma payg'ambarlarning aqidasi ekan.
va Allohni osmonda deb sifatlash Fir'avn va uning kofir do'stlarining aqidasi ekan. Fahriddin Roziyning tafsiri. Alloh taoloni biror makonda demaslik, Allohga makonni nisbat qilmaslik Musa va boshqa payg'ambarlarning aqidasi ekan. Alloh taoloni osmonda bir joyda, makonda deb e'tiqod qilishlik Fir'avn va uning kofir do'stlarining e'tiqodi ekan. Oyatni zohiriga qarab turib, tarjimasini eshitib turib xulosaga kelmaylar. Hadisni tarjimasini eshitib turib xulosaga kelmaylar. Unda Alloh qayerda? Mana shu so'zni ishlatib bo'lmaydi Allohga. Alloh nechta? Bu so'zni ishlatib bo'lmaydi. Vallohu ta'ala vahidun la min tariqil adad, valakin min tariqin annahu la sharika la. Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi. Alloh yagona, bitta. Bu keyin 2 ta, 3 ta, 4 ta degan sanoq ma'nosida bitta emas, sherigi yo'q degan ma'noda bitta. Shuning uchun Allohni yagona desak to'g'ri bo'ladi. Allohni nechta deb bo'lmaydi. Darsimizning nihoyasida Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuni so'zini aytib tugatamiz. Ali ibn Abi Talib aytadi: "Kanalloh va la makan va huwa al-an ala makan." Alloh bor edi. Makon yo'q edi. Alloh bor edi, makon yo'q edi. Keyin yaratdi. Va Alloh hozir avval qanday bo'lgan bo'lsa shunday. Qaytarib olinglar. Alloh bor edi, makon yo'q edi. Hozir Alloh avval qanday bo'lgan bo'lsa shunday. Qayerda bo'lgan bo'lsa emas. Chunki zamon ham, makon ham yo'q edi, Alloh yaratdi. Biz aytamiz, Alloh subhanahu va taolo zamon va makondan behojat. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.